Homilani tez tushishiga qanday sabablar sabab bo'ladi? Bulardan biri bu gormonal buzilishlar bo'ladi. 12 haftagacha kuzatilinadi. Agar homila tushib qolishi, bekidish bo'lsa, bunda kerakli gormonlar, progesteronlar berilib, homilani o'sishiga va uni tushib qolmasligiga biz erishamiz. Keyingi sabablardan bu antifosfolipidniy sindrom yoki AFS deb aytiladi. Bu autoimmun kasallik bo'lib, qon tomirlarida tromb hosil bo'ladi va homilani o'smay qolishiga yoki tushib qolishiga ko'p hollarda sabab bo'ladi. Keyingi sabablardan bu er-xotinning qon guruhi juda ham muhim deb bilamiz. Qon guruhi agar manfiy bo'lsa, otrisatsiya bo'lsa, bu homilani tushishiga olib keladi. Даже 32-38 haftaligida ham homila nobud bo'lishi mumkin. Keyingi sabablardan bu o'sha ismika sirkani kanal bachadon bo'ynini yetishmovchiligida, kaliti qisqa bo'lgan paytda 16 haftadan keyin kuzatilinadi. Suv ketishlar, qon ketishlar bu ham sabab bo'ladi. Bu agar aniqlansa, to'g'ri tashxis qo'yilsa, bunday hollarda biz homilani saqlab qolishimiz ham mumkin. Va keyingi sabablardan to'rtinchi infeksiya bo'lishi mumkin. Yo'q bo'lmasam o'sha xo'jayinda DNK fragmentatsiya, spermatozoidda qanday patomorfologik o'zgarishlar bo'lsa ham anembraniya yoki homilani tushib qolishi, o'smay qolishiga ham sabablari bo'lishi mumkin.